إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli görürmen qarindoshlar, bugungi darsimizda ihson haqida to'xtalamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda shunday degan: "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Ya'ni amaliyat ular degandek emas. Kimki voyaga yetgan ixlos bilan Allohga yuzlanadigan, u Robbining dargohida mukofotga erishadi. Bundoq kishilarga hech qanday qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Endi ihson degan so'z arab tilida ikki ma'noni bildiradi. Birisi ishni qiyinib qilish, voyaga yetkazib qilish, mukammal qilish, yaxshi qilish deganni bildirdi. Yana biri boshqalarga yaxshilik qilish degan ma'noni bildirdi. Ellezî ahsana kulle şeyin halaka degan oyatda Allah her narsani mukammal yaratgan zotdir deb ma'no etildi. Ahsana bu yerda atqana. İhsonni itqon, degan mukammal qilish, voyaga yetkazib qilish, yaxshi qilish, puxta qilish degan itqon. Dinning 3 martabasi bor. Biri iymon, ikkinchisi islom, uchinchisi ihson. Endi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgan sahih hadisini ilingan. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu'dan rivayet qildiki, İmam Muslim kitabida qayd qilgan. Bir kuni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler bilan o'tirdi. Yiroqdan bir odam keldi, mashga keldi ve tizini Resulullah'ın tiziga yaqin qilib o'tirdi deydi. O adam da seferden kelgendekmi emas, hem kiyimlerini aytı pakize, yüz gözleri tozanma yok. Seferinin yiroqdan kelganning alameti mi yok. Shunday bir adam kelib o'tirib Resulullah'dan imanga cevap verdi. Onun için İslam nima deb cevap verdi, İslamga cevap verdi. Onun için ihson degan nima degandan Allah'ını ko'rib turgandek ibadet qilsang, gerçi sen Allah'ını ko'rib turmasanmi, Allah seni ko'rib turdi deb cevap verdi. Shundan bilan to'g'ri aytding dedi. Yani bu adam Resulullah'ın yüzü surab cevabını yapıp onu to'g'ri aytding dedi. Bunga biz hayron qoldik. Shundan bu adam ketdi. Hozir kelgan kishini bilamsizlar kim o dedi. Biz bilmaymiz, Allah ve Allah'ın Resulü biladi dedik. O Cibril'de sizlarga dininglarni o'rgatish uchun keldi dedi. Yani dininglarni o'rgatish uchun keldi degan gap nihoyatda bak muhim gapda. Demak, din mushu 3 narsaga asos, shu 3 narsa markazli deydi. İman, İslam, ihson. Endi iymonning nima ekanligini bilamiz endi. Allohga, Allohning kitoblarga, payg'ambarga, qiyomat kuniga, ferishtalarga, yaxshi yomonlik Alloh taoloning taqdiri bilan bo'lganligiga iymon keltirish. Endi 6 iymon bu iymon. İslam endi 5 ayna Allah Teala'nın başka ilahının yok işgalliğe, Peygamber Aleyhisselam'ın Allah Teala'nın elçisi ve berhak peygamber işgalliğe için işinip guahlık veriş, onun için 5 vakit namaz okuş, Ramazan'da roza tutuş, bir yılda zakat veriş miktarı yetse pulmeli, ömür işi de küçü yetse hac kılış. Onun için ihsan, emel ibadetini Allah Teala beni körüp turdu, beni kontrol qilib turdi, kuzatib turdi degan e'tiqod bilan, shu ixlos bilan, shunda mukammal, ya'ni qitir qilib qilish deganlik endi. Endi bu yerda musulmonning hayotida 3 martaba bo'ldi, 4 martaba. Biri musulmonlik, mu'minlik, taqvolik, muhsinlik. Endi dinning haq ya haq emasligini anqarmasdilla ota-onasidan kelgan bo'yicha men musulmon tug'ildim, men musulmon ekanman deb musulmon bo'lib qolgan odam bilan Allah'ning haq ekanligini, Qur'onning haq ekanligini, Rasulullohning haq ekanligini rasmiy bunda ilm bilan aqlni ishlatib, bilib, qoyil bo'lib iymon etganning orasida osmon zamin farqi bor. Shunga har qanday musulmonni
mu'min degil bo'lmaydi. Ammo har qanday mu'minni musulmon degil bo'ldi. Qur'on Karimdagi oyat qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum deydi. Sahrolik arablar iymon etdik deydi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlar bo'ysundiqdanglar, iymon tahi qalbinglarga kirmadi. Demak, iymon bilan islomning orasida muhimlik farq bordi. Ya'ni musulmon bilan mu'minning orasida. Endi mu'minning yuqori pallasi taqvolik. Taqvo Allah Taalaga itoat qilgan, buyurganlarni qilgan, to'sqanlardan yongan holda bütün hayotini Allah Taalaning emir farmonlari bo'yicha o'tkazgan, mas'uliyat tuyg'usi bilan yashagan kishini taqvodor kishi deymiz endi. Buningdanmi yuqori bir palla muhsin endi. Allohni ko'rib turgandek, nayt bek shu hushyorlik bilan, titizlik bilan Allah meni ko'rib turdi-ku deb ashundaq e'tiqod qilib, ya'ni har qanday mu'minga ham Allah meni ko'rib turdi deymiz hamda shunda e'tiqod qilamiz, amaliyat shunda hamda. Lekin muhsin her bir ishda, her bir saniyada din va dunyolik har qanday bir ishni hamda Allah meni ko'rib turdi, Allah kulab turgandan men mukammal qilishim kerak, har qanday ishni Allohga azigidek qilishim kerak deb mukammal qilgan kishilar. Hamda shunda kishilarni muhsin deymiz bu yuqori daraja. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda shu muhsinlar bilan taqvo ikkisini bak maqtagan. İnnallâhe ma'allezîne taqav vellezîne hum muhsinun. Yani Allah hakikaten taqvodorlar bilan ve ishni qetir qilib qildigan kishilar bilan billa. İnnallâhe yuhibbul muhsinin. Hakikaten Allah Taala ishni mukammal qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. Ve kezalike nezil muhsinin. Yani biz ibadatni voyaga yetkazib qilguvchilarni ana shundoq mukofotlaymiz. Yani bu ayet ve kezalike nezil muhsinin degan payg'ambarlarning qissalaridan keyin keladi. Qur'on Karimda payg'ambarlar masalan Nuh alayhissalom, Lut alayhissalom, Shuayb, Musa, İsa alayhissalom, Yunus, İlyas şu payg'ambarlarning qissasidan keyin ve kezalike nezil muhsinin deydi. Yani taat ibadatni voyaga yetkazib qilgan bandalarimizni ana shundoq mukofotlaymiz. Yani bir yerde maqsadi shu payg'ambarlar demakchi. Shundoq yaxshi ish qilgan payg'ambarlarni bundan mukofotlaymiz. Demak, muhsin degan shundoq bir yuqori martaba. Yani payg'ambarlarningki payg'ambarlar Allah Taola'ningki madhiyasiga, maqtishiga erishgan bir martaba. Yani payg'ambarlarni hurmat sazolarga erishtirgan bir martaba hamda. Bu martaba payg'ambarlarga xos emas, har qanday bir mu'min shunday muhsin bo'la oladi hamda. Shu ixlos bilan bütün vücudu bilan har qanday ishni mukammal qilsa, qo'lning ichida qilmasa, shu martaba. İhson degan Qur'on Karimda kelgan muhsinun, ihson degan so'zlarni shu kelgan oyatda kelgan siyoqqa qarab uni qetir qilib qilish, mukammal qilish, voyaga yetkazib qilish degan ma'noda kelgan yerga shundoq tushunamiz. Ammo buni kishilarga yaxshilik qilish degan ma'noda kelgan yerlarni yaxshilik qilish ma'nosida tushunamiz. Masalan, Qorun deydi va ahsin kama ahsanallohu ilayk deydi. Allah sana yaxshilik qilganda, sen Allohning bandalariga yaxshilik qilgan. Bu yerda xayr saxovat, yaxshilik hamda. Ammo innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun. Alloh taqvodorlar bilan va ish qiluvchilar billadir degan oyatda yaxshilik qiluvchilar bilan deb qo'ysa, bu oyatniki haqqini bermagan bo'lib qolmamizda. Yaxshilik qiluvchi, yaxshilik qilib qo'yish degan gap xolisan yordam, xolisan yaxshi ish hamda. Bu ancha bak cho'nqur ma'noni bildirib ketmaydi endi bu oyatda kelgan muhsinunniki demakchi hamda. Masalan, bir misol hamda. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve qala rabbuka alla ta'budu illahu iyyahu ve bil valideyni ihsana deydi. Allah Teala Allah'ın üzüge şirk keltirme ibadet kılışanlarını ve ata-onalarga qetir qilib voyaga yetkazib xizmat qilishinglarni farz qildi degan oyatda mushadagi ihsonni ulamolar voyaga yetkazib qilish, mukammal qilish, qetir qilib qilish, xizmat qilish, hurmat qilish degan shu ma'noda tafsir qildi. Endi buni biz ota-onaga yaxshilik qilib qo'yish desak, yaxshilik deganni bizningki tushunchimizda hamda avam xalqning normaldagi tushunchida yaxshilik qilib qo'y, madam bizga yaxshilik qilib desa, o'zligidan bir yaxshilik qilib qo'yganni, xolisani yaxshilik qilib qo'yganni, badalsiz bir yaxshilik qilib qo'yganni deydi masalan. Ammo ota-onaga yaxshilik qilish, bu yerda ihson qilish degan bu bunda sirodagi
odatdagidek bunda bir yaxshilik qilib qo'yish emas, u qarzni ado qilish. Ota-onaninki balalar ustidagi qarzi intayin cho'ng, intayin ko'p. Balalar har qancha qilib ota-onaning qarzini qat'iy o'tayolmaydi. Lekin o'tayolmasa ham de qo'ldan kelgancha yaxshi xizmat qilishga buyurilgan. Uni o'tayolmaydi. O'tayolmasa lekin Alloh taolo uni afv qiladi. Buni mushundaq xizmat burchi bu. Üstümüzdeki burchimizni ado qilish, üstümüzdeki milyonlarca ota-ona haqqidan har qancha shunday ota-onamizni yudib haramga akilib haram tavob qilib shunday xizmat qilsak ham de mingdan yo milliondan birini qilolmaymiz, endi ado qilolmaymizda. Shunga deriyada bu ihson degani ota-onaga ihson qilish degani ota-onaga yaxshilik qilish emas, ota-onaga mukammal xizmat qilish deb tushunamiz. Shu tafsirdimi shunday hamda. Agar buni biz endi yaxshilik qilish deb qo'ysak, yaxshilik qilish xolisona yaxshilik qilish. Qilsa bo'ladigan, qilmasa hech kim bo'lmaydigan. Ammo ota-ona qilmasang gunoh bo'ldi. Endi insonlarga boshqa bir insonlarga odatdagi bir kishilarga xolisona yaxshilik qilib qo'ydi bikim. Masalan, binasi bir qo'ydi, qilolmagan ish bo'lsa qilish burdi. Masalan bu xolisona yordam qilish. Ama bu xolisona yordam qilishni ota-onaga ishlatgan olmaydi. Ota-onaga qilish bu xolisona yordam emas, ota-onaning ustidagi ota-onaningki balalar ustidagi burchini ado qilishga tirishishdan iborat hamda. Shunga Qur'on Karimda bu ikki ma'noda keliglik dinning martabasi bo'lgan ma'no degan ma'noda kelgan vaqtida cho'qim bu shunday qattiq qilib voyaga yetkazish degan ma'noda kelgan ihson, muhsin degan so'zlar. Endi qattiq qilib ish qilish dunyodami natija qozonishga turtki bo'ladigan muhim omil. Dunyoda ko'ryapmiz, dunyodagi davlatlar yo iste'mol qiluvchi davlatlar yoki ishlab chiqaruvchi davlatlar. Ishlab chiqaruvchi davlatlar kuchli, ham taraqqiy qilgan, ham oldida ketgan. Iste'mol qiluvchi davlatlar qattiq qilib ish qilmaganlik uchun, ishlamaganlik uchun iste'mol qiluvchi bo'lib turadi. Pulni qaylab boshqalarning qilganini elib ishlab kuchli emas bunday davlatlarda. Shunga Alloh taolo bizni din ve dunyolik har qanday ishni mukammal, puxta, qattiq qilib qilishga buyurgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan sizlarniki Alloh taolo sizlarniki ishni mukammal qilishinglarni yaxshi ko'radi deb. Innallohu yuhibbu ayyamal ahadukum mutqinahu, ya'ni mukammal qilishni yaxshi ko'radi. Ayyutqina ahadukum mayli din ve dunyolik ishni mukammal qilishni Alloh taolo yaxshi ko'rdi deydi. Alloh taolo yaxshi ko'rganiki, yoqtirganiki qo'llaydi degan gapda Alloh taolo qo'llaganiki qanday bo'lsa bu ishda cho'qim g'alaba qilamiz. Agar Alloh qo'llamasa, mayli biz ibodat degan ishlarimizni qilaylik, ibodat bo'lsin, dunyolik ishlar bo'lsin. Agar Alloh taoloning qo'llashiga erishamasak, bu ishdan natija qozonolmaymiz, g'alaba qilolmaymiz. Shunga qattiq qilib qilish orqali Alloh taoloning qo'llashiga ega bo'lish kerak. Allah'ın qo'llashiga ega bo'lgandan keyin nusrat keldi, yordam keldi, hammasi keldi hamda. Endi bu yerda bir shu to'g'rida bir hikoya bor masalan. Bir qurilishchi bor ekan, u qurilishchi bir kuni qurilish shu binokor shirkatining mudiriga men endi demalashga chiqadigan vaqtim keldi. Chiqishga bana endi shu ruxsat bering deb kelgandan tamam sizning haqqingiz 40 yıldan artıq biz birlikdə işlədiniz. Həm də deməlikə çıxdığı vaxtımız gəldi. Amma sizə küçükgünə bir tələbimiz var. Siz ən axırqı bir öyünü, bir villa həm də bunda bir öyünü selib etdin, bir quru öyünü selib etib, onundan andın çıxın deb buyururkən də, buyurğandan keyin bu adam həm də nəhayət xoş yapmay, zaten deməlikə çıxman deb durğan vaxtda yəni bir iş qılman deb. Şunun bilan materiallarını tanlamayla nəhayət addi materiallar bilan ve işini bek mükemmel kılmayı işte buluşuğa bir fırsatın için bir öyünü selip hem de şu an öyünün açıkçasını elip modelinin kaşık ben de öyünü saldım sep oldu tamamen bunu koyup bırakmam gitey degendikin o diyor oturup bu öyünü asli sizinki biz bir qancha yillik xizmatiniz uchun sizga şirketimizde hediye qilish uchun sizga saldığan öyti şu an siz açıkçasını elim yaxshi o'tiring deb dedi. Degan ki bu adam endi nima deyishni bilmaydi, o'zi qilgan, ya'ni o'zim qilgan gunohni nega o'ray davoga aytgan gap bor. Shunga o'xshash. Shu dunyoning
ishlarimiz shunga o'xshash hamda. Biz agar qo'limizning uchida qilib o'tkazyapman deb qilsak, buning ziyni faturasini o'zimiz to'laymiz, ziyni bizga keladi hamda. Agar bir ishni mukammal qilsak, mushu dunyodami insonlarningki mamnun bo'lishiga, insonlarningki bizni rozi bo'lishiga sababchi bo'lamiz va oxiratda Alloh taoloninki bizni rozi bo'lishiga va jannatini bizga hozirlashiga yaxshi bir ish vasila ish qilgan bo'lamiz-da hamda. Ishni qitir qilib qilish. Shu payg'ambarlarni Alloh taolo maqtaganda va kazalika najzil muhsinin. Ya'ni qitir qilib ish qilgan din va dunyolik ishlarni, taat ibodatni, mening farmonlarimni o'rindashni mukammal voyaga qitir qilib qilganlarni men bu shunday mukofotlayman deb payg'ambarlarni shu ish qilgan hisob emas, mukammal qilgan hisob. Bu ishni har qanday odam mukammal qilsa, o'zi uchun qiladi, qo'lning uchida qilib qo'ysa, o'zi uchun qildi. Qo'lning uchida qilib qo'ygan ish qilgan odam hech qanday bir odamni rozi qilolmaydi. Unda Alloh taoloni rozi qilolmaydi. Ish degan asli qo'lning uchida qilish emas, mukammal qilish uchun buyurilgan hamda. Ishni mukammal qilish, ya'ni bizningki dinimizda 3-martaba, ya'ni iymon, islom, shuningdek ishni mukammal qilish 3-martaba bo'lib, shu martaba qatorida sanalgan. Odatdagi bunda farzlardan yuqori rukni darajada ayni sanalgan bir ishda. Shunga ish qilgan hisob emas. Ishni mukammal voyaga yetkazib, joyida qitir qilib qilish kerak hamda. Mayli u dunyolik ish bo'lsin, oxiratlik ish bo'lsin, hammasiga shunday tirishib qilish kerak. Alloh taolo bizni hamma ishni shunday qitir qilib ixlos bilan qilishga buyurgan. Alloh taolo hammamizni mukammal amallarni qilib, din va dunyoligimizni baxtli qiladigan, beyitadigan kishilardan. Hurmatli qarindoshlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Haftada sizlar bilan birga bo'lish umidi bilan hammanglarni Allohga topshirdim. Hammanglarningki kelayotgan ro'za hayitiga muborak bo'lsin. Alloh taolo hammamizga xushallik, tinchlik, amonlik ato qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.